Assalomu alaykum aziz Shunonni bemorlari. Mana bugun biz yana sizlar bilan uchrashyapmiz va bugun hamma savoldek ko'p keladigan parhez haqida gaplashamiz. Menimcha Shunon xodimlariga eng ko'p tushadigan va gruppamizda ham eng ko'p muhokama qilinadigan narsa bu parhez. Nima yeyishim mumkin, nima yeyish mumkin emas. Va bu haqda bugun yana doktor Vivek bilan suhbatlashishni lozim topdik. Suhbat boshqa bemorlarga ham yetib borishi uchun videoga like bosib, fikringizni izohlarda yozing va yaqinlaringizga yuborishni unutmang. Avvalambor ushbu loyiha uchun sizga ham katta rahmat, Fulkar opa. Bu jigar transplantatsiyasini o'tkazgan bemorlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Men barchaga yordam berishdan juda xursandman va umid qilamanki, ushbu tibbiy ta'lim dasturi ularning jigarlarini sog'lom bo'lishiga, yaxshi saqlanishiga va uzoq umr ko'rishlariga turtki bo'ladi. Rahmat. Bilasizmi, bemorlardan oladigan savollarning aksariyati parhez haqida. Ba'zan men dietolog bo'lish uchun o'qishim va maslahat berishni boshlashim kerak deb o'ylay boshlayman, chunki savollarning 90% shu haqida. Biz bemorlarning savoliga javob berishimizga qaramay, ular mutaxassislardan javob kutadi. Jigar transplantatsiyasidan keyin parhez qanchalik muhim? Jigar transplantatsiyasidan keyingi parhezning o'zi nima? Bugun biz parhezga oid barcha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Siz transplantatsiya qildirgan bemor bo'lasizmi yoki mutlaqo sog'lom insonmisiz? Parhez kundalik hayotda juda muhim ahamiyatga ega. Chunki qanday ovqatlanyapsiz, nima yeyapsiz va sog'ligingizni qanday saqlayapsiz? Bular juda muhim. Parhez bu asosiy ustun. Ayniqsa hozirgi kunda odamlar ko'plab kasalliklar va jigar salomatligi parhezga bog'liq ekanligini anglay boshladilar. Parhez bizning turmush tarzimiz. Hozirgi kunda keng tarqalgan tashxis jigarni yog' bosishi steatoz, metabolik sindrom bilan birga. Avval metabolik sindrom va yog'li jigar kasalligi haqida bir nechta fikrlarni aytib o'tsam. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, metabolizmga bog'liq jigar steatozi kasalligi sizda metabolik kasallik orqasida yog'li jigar kasalligi mavjudligini bildiradi. Shu sababli siz yangi transplant qilingan jigarni yo'qotishingiz yoki jigaringizni shikastlanishiga olib kelishingiz mumkin. Bu shunchaki oddiy narsa. Xo'sh, metabolik kasallik nima? Metabolik sindrom nima? Metabolik sindromning 4 ta yoki 5 ta ustuni bor. Birinchisi, semizlik. Semizlikni tana massa indeksi bilan tashxislash mumkin. Siz bo'yingiz, vazningiz orqali tana massa indeksini hisoblashingiz mumkin. Masalan, bel atrofingiz. Agar u erkaklarda 96 sm dan, ayollarda esa 80 sm dan oshsa, bu semizlikning yaqqol belgisiga kiradi. Ikkinchisi, diabet. Agar biror bir bemorda diabet tashxisi qo'yilgan bo'lsa, yoki ular diabetga qarshi dori-darmonlarni qabul qilayotgan bo'lsalar, yoki diabet oldi holati kuzatilsa, bu metabolik sindromning ikkinchi ustunidir. Uchinchi ustun gipertoniya. Agar kimda sistolik qon bosimi 130 dan ortiq va diastolik qon bosimi 85 dan yuqori bo'lsa, unda bu odamda gipertoniya bor. To'rtinchi ustun dislipidemiya. Agar lipid darajasi buzilgan bo'lsa, triglitseridlar 150 dan yuqori chiqayotgan bo'lsa, bu dislipidemiyadir. Va beshinchisi gipoalfa-fluoropatemiya. Agar sizni yaxshi xolesteriningiz, ya'ni yuqori zichlikdagi lipoprotein xolesterininingiz 40 dan kam bo'lsa, shunday qilib, agar bu 5 narsadan birortasi mavjud bo'lsa, sizda jigarda yog' bo'lishi ehtimoli oshadi. Nafaqat jigarda yog', balki sizda yurak muammolari, buyrak muammolari, miya muammolari va boshqa ko'plab boshqa muammolar ham bo'lishi ehtimoli ko'proq. Shunday qilib, semizlik, lipid muammosi, gipertoniya va diabet natijasida hosil bo'lgan metabolik sindrom sizning ko'p a'zolaringizga ta'sir qiladi. Jigar ulardan biri va jigar ular uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki jigar ta'sirlangandan so'ng u boshqa organlar bilan bog'liq muammoni davom ettiradi. Tadqiqotlarga suyanib gapiradigan bo'lsak, yurak xuruji, miokard infarkt ehtimoli bunday bemorlarda 2,5-3 barobar yuqori. Buyrak yetishmovchiligi ehtimoli ham 2-3 barobar yuqori. Bunday bemorlarda saraton, yo'g'on ichak saratoni,
oshqozon osti bezi saratoni rivojlanishi ehtimoli ham yuqori. Parhez haqida gapirar ekanmiz, biz metabolik sindromimizni tartibga solishimiz kerak. Bu asosiy narsa. Biz metabolik sindromga yordam beradigan ko'plab parhezlar haqida gaplashamiz. Lekin hamma tushunishi kerakki, agar biz metabolik sindromimizni davolasak, biz avtomatik ravishda yog'li jigarimizni va boshqa organlar yetishmovchiligini tuzata olamiz. Jigar transplantatsiyasidan keyin parhez qanchalik muhim? Biz parhezni turli tarkibiy qismlari haqida gapirishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tganimdek, parhez sizdagi metabolik sindromni oldini oladigan darajada bo'lishi kerak. Nima uchun bu jigar transplantatsiyasidan keyingi davrda juda muhim? Chunki biz steroidlar, takrorlaymiz, silsib va boshqa ko'plab immunosupressiv dorilarni yoki everolimusni qabul qilmoqdamiz. Bu dorilarning barchasi yangi metabolik sindromni keltirib chiqarishi mumkin. Ular diabetni keltirib chiqarishi mumkin va bu yangi boshlangan diabet ayniqsa takrorlaymiz ta'sirida yuqori bo'ladi. Chunki u oshqozon osti beziga ta'sir qiladi. Everolimus dislipidemiya, gipertenziyaga olib kelishi mumkin. Steroidlar bularning barchasiga sabab bo'lishi mumkin. Selsep biroz yengilroq dori. Biz hozirda selsepni uzoq muddat qabul qilish mumkin bo'lgan tadqiqotni ko'rib chiqmoqdamiz. Garchi selsepni boshqa ko'plab ta'siri, yon ta'siri bo'lsa ham, lekin bir tomondan siz dori-darmonlarni qabul qilyapsiz. Bu metabolik sindrom ehtimolini oshiradi. Boshqa tomondan, agar siz to'g'ri parhezga rioya qilmasangiz, bu metabolik sindrom ehtimolini yanada oshiradi. Shuning uchun metabolik sindromni kuchayishi omilini oldini olish uchun parhez juda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa jigar transplantatsiyasidan keyin. Sizning parhezingiz metabolik sindromni kamaytiradigan darajada bo'lishi kerak. Parhezning tarkibiy qismlari nimalardan iborat? Parhezda sizda makro va mikro elementlar mavjud. Makro elementlar yog'lar, oqsillar va uglevodlardir. Biz ularga e'tibor qaratamiz va sizda vitaminlar kabi mikro elementlar mavjud. Sizda organizmda juda oz miqdorda so'riladigan ko'plab minerallar, mikro elementlar mavjud. Ammo ular juda ham muhimdir. Uglevodlarni qanday qabul qilishingiz kerak? Tilingiz sezadigan barcha shirinliklarni iste'mol qilmaslik kerak. Ulardan tiyilishingiz zarur. Hatto mevalar hammi. Biz mevalar haqida alohida gaplashamiz. Ichida shakar yoki qayta ishlanmagan shira bo'lgan shirinliklardan ehtiyot bo'lish kerak. Odatda paketlarda shakarsiz yoki shakar o'rnini bosuvchi deganlar bo'ladi. Shulardan ham saqlanish kerakmi? Menimcha ularni cheklash kerak va murakkab uglevodlarni iste'mol qilishga odatlanishimiz kerak. Murakkab uglevodlar deganda nimani tushunamiz? Murakkab uglevodlar bu tilda shirinlik sezmaydigan uglevodlar. Masalan, kartoshka, guruch kabi. Ikkinchidan, ularda ko'p tolalar mavjud. Masalan, brokkoli, dukkakli mahsulotlar. Shuning uchun bularni tushunish juda muhim. Meva haqida so'ragan edingiz. Butun meva yeyish foydalimi yoki yangi siqib olingan sharbatni ichish foydalimi? Sharbat mutlaqo mumkin emas. Men taqiqlagan bo'lardim. Odamlar yangi siqilgan vitaminga boy deb o'ylashadi. Nima uchun mumkin emas? Deylik, siz apelsin sharbati tayyorlaysiz. 1 stakan apelsin sharbati uchun tolasiz 4-5 ta apelsinni siqib olasiz. Ular tarkibida shakar kabi fruktoza deb ataladigan narsa bor. Fruktoza qabul qilganimizda fruktoza to'g'ridan to'g'ri ichaklarga o'tadi. U darhol ichaklarda so'riladi va avval jigarga o'tadi. Jigar va mushaklar tanamizda fruktozani hazm qila oladigan yagona ikkita organdir. Boshqa shakarlarga qaraganda bu oq doimiy ishlatadigan shakarimiz fruktoza sharbati sifatida ichganimizda jigar va mushaklar tomonidan hazm bo'ladi. Shakar esa hujayralar orqali hazm bo'ladi. Jigarda esa agar fruktoza ortiqcha bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri yoqqa aylanadi. Buni bilish juda foydali. Yo'q, u lipidlarga, yog'li jigar kasalligiga, metabolik sindromga aylanadi.
Siz doim yangi mevalarni iste'mol qiling. Meva iste'mol qilganimizda ikkita holat sodir bo'ladi. Birinchidan, fruktoza ichakdan juda sekin ajralib chiqadi. Tolalar tufayli sekin bo'lsa, jigar uni sekin metabolizmga keltirishi mumkin. Ikkinchidan, mevani och bo'lganingizda yeng. Siz uni vitamin ekan deb xohlagan vaqtda va cheklovsiz yeyishdan saqlaning. Uchinchidan, butun mevadagi tolalar odatda erimaydigan tolalardir. Ular ichak salomatligi uchun juda foydali. Ichak salomatligi deganda foydali bakteriyalarni nazarda tutyapman. Foydali bakteriyalarga misollardan biri tanamizda allaqachon mavjud bo'lgan akrimoniyadir. Ular bu erimaydigan tolalar bilan oziqlanadi. To'yingan akrimoniya tanamizda muhitni sog'lom qiladi. Shuning uchun imkon qadar mevalarni iste'mol qiling. Ular ko'p tolaga ega butun mevalardir. Agar siz bitta apelsinni 5 ta apelsin sharbati o'rniga iste'mol qilsangiz, bu Unda nima uchun shifoxonada operatsiyadan keyin paketchada sharbat beriladi? bemorga operatsiyadan keyin ichayotgan sharbati qisqa muddatda unchalik katta farq qilmasligi mumkin. Sababi bemor zaif, tiklanayotgan bo'ladi. Ularga energiya kerak. Ammo uzoq muddatda sharbatlar o'rniga meva iste'mol qilish ancha mantiqiyroq. Paketli sharbatlar, gazlangan ichimliklar va kolalar, hatto shakarsiz kola bo'lsa ham mutlaqo mumkin emas. Shakarsiz kola ichaklaringizni bezovta qiladi, shishiradi va infeksiya epizodlariga o'xshash ta'sirga ega bo'ladi. Shuning uchun iltimos, bu ichimliklardan saqlaning. Shakar o'rniga asal yeyish mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Lekin ba'zi yaxshi shakarsiz variant mevalar ham mavjud. Hindistonda rohib mevalari bor. Bu shakarga juda yaxshi muqobil variant. Boshqa ko'plab yaxshi muqobil variantlar ham mavjud. Agar siz shirinlikka o'ch bo'lsangiz, ularni ratsioningizga qo'shishingiz mumkin. Ular umuman zararli emas. Ilmiy tadqiqotlar buni isbotlagan. Nima uchun bemorlarga qizil go'shtni chegaralaysizlar? Ba'zi bemorlar buni sababini hindularni o'zlari qizil go'sht yemaganligi uchun bizni ham xuddi shunday parhezga rioya qilishimizni xohlashadi deb o'ylashadi. Asl sababi nimada? Bu juda muhim savol. Butun dunyoda agar ko'rsak, qizil go'sht iste'moli ortib borgan sari metabolik sindrom holatlari ham ortib bormoqda. Yog'li jigar kasalligi ham. Ko'pgina ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, men Hindiston haqida gapirmayapman. Men g'arb dunyosi va qizil go'sht iste'mol qiladigan boshqa davlatlar haqida gapiryapman. Qizil go'sht metabolik sindrom uchun o'ta zararli. U metabolik sindromni paydo bo'lish ehtimolini 30-40% ga oshiradi. Diabetga olib keladi. Qizil go'sht shuningdek yog'li jigar kasalligiga ham sabab bo'ladi. Nafaqat qizil go'shtning o'zi, balki uni pishirish usuli ham ahamiyatlidir. Uni pishirishga ko'p yog' ketadi. Ikkinchidan, u odatda juda yuqori haroratdagi olovda pishiriladi. Bundan ko'plab kanserogenlar ajralib chiqadi. Shuning uchun yo'g'on ichak saratoni ehtimoli g'arb aholisida Hindiston aholisiga qaraganda ancha yuqori. Qizil go'sht metabolik sindrom uchun umuman foydali emas. Imkon qadar uni chegaralaganimiz ma'qul. Qanday go'shtlarni iste'mol qilishni tavsiya qilasiz? Parranda go'shti yaxshi, birinchi navbatda. Ikkinchidan, baliq, ya'ni sardina, lassos kabi yog'li baliqlar. Ular juda yaxshi, chunki ular tarkibida omega 3 yog' kislotalari mavjud. Bundan tashqari, ular foydali yog'lar manbaidir va sog'liq uchun juda foydali hisoblanadi. Tuxum ham sog'liq uchun foydali. Agar siz jigaringizni to'g'ri saqlashni, yog'siz jigarni va metabolik sindromsiz tanani saqlamoqchi bo'lsangiz, menimcha shu parhezga yurganingiz yaxshi. Bular juda muhim.
Odatda qizil go'sht 6 oydan 1 yilgacha chegaralanadi. Sizni gapingizga ko'ra, doimiy chegaralash ma'qulroq, shundaymi? Qizil go'sht hayot tarzingizga aylanib qolmasligi kerak. Vaqti bilan oyda bir marta tatib ko'rishni istasangiz, bu yaxshi albatta. Lekin bu odatiy holga aylanib qolmasligi kerak. Uni oyiga 1 yo 2 martadan ko'proq iste'mol qilmaslik kerak. Meni maslahatim shu. Va qo'y go'shtini o'rtasida tanlasak, qaysi biri biz uchun yaxshiroq? Qo'y go'shti yaxshiroq, lekin qizil go'shtning ikkala turidan ham kamroq iste'mol qilgan yaxshi deb hisoblayman. Pishirish usuli haqida aytib o'tdingiz. Kabob ham yuqori darajada pishiriladi va yog' miqdori ko'p bo'ladi. Kabob va mangaldagi go'shtlarni cheklash kerakmi? Vaqti bilan yesa bo'ladi. Vaqti bilan degani qanchada? Hayotimizning odatiy qismiga aylanib qolmasligi kerak. Keyingi savolimiz ko'p bemorlarni savoli. O'zbek xalqining aksariyati nonni yaxshi ko'radi va biz hayotimizni nonsiz tasavvur qila olmaymiz. Bizda hamma joyda oliy navli undan bo'lgan oppoq un ishlatiladi. Oq non haqida ham aytib o'tsangiz. Biz insonlar qayta ishlangan shakarni yaxshi ko'ramiz. Unimiz ham kundan kunga qayta ishlanib, to'liq tolali, undan tolasiz oq unga aylanib boryapti. Hindistonda tolasiz oq unni mayda un deb ataladi. Tolali un esa katta deb ataladi. Murakkab uglevodlar va to'liq tolali nonni iste'mol qilish umuman muammo emas. Sizga oldin aytganimdek, erimaydigan tolalar sog'ligimiz uchun foydalidir. Va bu bakteriyalar ko'payishi uchun tola bo'lishi kerak. Ular tanamizdagi ko'pgina kasalliklarni oldini oladi. Shuning uchun biz to'liq tolali parhez bo'lish kerak. Mayda, ya'ni oq un yaxshi emas. Sababi bu unda tola yo'q. U tanamizda foydali bakteriyalarni ko'paytirmaydi. Ikkinchidan, ular ich qochishiga olib keladi. Va uchinchidan, ba'zi dalillar shuni ko'rsatadiki, ular tola yo'qligi sababli chiqqan ich qotish natijasida yo'g'on ichak saratoni ehtimolini oshirishi mumkin. Bo'lmasa nima uchun bemorlarga operatsiyadan keyin makaron berasizlar? Kasalxonalar o'z amaliyotlarini o'zgartirishlari kerak, ya'ni retseptlarini. Men kasalxonada parhez to'g'ri ovqatlanishi bo'limi juda boshqacha bo'lishi kerakligini qat'iy ishonaman. Hozirda shifoxonalar bunga qarab harakat qilmoqdalar. Bemorlarga makaron berishga kelsak, dastlab 10, 15 yoki 20 kun ularning hayotida hech qanday o'zgarish qilmaydi. Uzoq muddatli iste'mol qilishlariga esa ta'siri katta. Keyingi savol mevalar haqida. Qaysidir mevalardan chegaralanish kerakmi? Ular ko'p mevalarni me'yorda iste'mol qilishlari mumkin. Apelsin, limon, olma, rizavorlar, qulupnay, qora smaradina kabi sitrus mevalarni tavsiya qilaman. Bularning barchasi juda foydali. Banan ham. Bananda kaliy va magniy ko'p, lekin iste'mol qilishdan oldin kaliy miqdorini tekshirib ko'ring. Papaya ham foydali. Avokado iste'mol qilishingiz mumkin. Unda yaxshi yog'lar bor. Shuningdek, siz shirin bo'lmagan, ammo nordon bo'lgan boshqa mevalarni ham iste'mol qilishingiz mumkin. Bu mevalar ham foydali. Shuningdek, po'stlog'ini artib bo'lmaydigan mevalardan saqlaning. Chunki ular qo'l bilan teriladi va ular infeksiyalarga olib kelishi mumkin. Masalan, xurmo, ya'ni fenik. Ularni tozalash qiyin. Uning ustiga xurmo tarkibida shakar miqdori yuqori. Tozalash qiyin bo'lgan barcha mevalardan saqlaning. Kundalik iste'mol uchun qaysi yog' ishlatgan ma'qul? Bu juda muhim mavzu. Avvalo yog'ning 4 ta manbasini tushunib olaylik. Eng keng tarqalgan yog' manbalaridan biri bu biz bugungi kunda foydalanadigan o'simlik urug'i yog'i. Masalan, kungaboqar yog'i. Bu yog'lar organizm uchun
foydali deb hisoblanmaydi. Kungaboqar yaxshi, to'g'rimi? Yaxshi emas. Yaxshi yog'lar birinchi navbatda bu zaytun yog'i. Ikkinchidan Hindistonda sutdan olinadigan sariyog', xantal yoki kanola yog'i. Bu bizning tanamiz uchun foydali bo'lgan 4 xil yog' turi. Nima uchun ular foydali? Birinchidan ularda omega 3 yog' kislotalari mavjud. Ular ichakni tinchlantirish qobiliyatiga ega. Masalan, sariyog'da asosan ichakni tinchlantiradigan butyrat moddasi bor. Shu bilan ichak salomatligini ham yaxshilaydi. Uni ustiga agar siz biror narsani sariyog'da yoki xantal yog'ida qovursangiz, zararli kimyoviy moddalar avtomatik ravishda ishlab chiqarilmaydi. Lekin bizga operatsiyadan keyin hayvon yog'lari mumkin emas deganda, ba'zilar sariyog'ni ham ishlatmaydi. Yo'q, bu to'g'ri emas. Sariyog' sog'liq uchun zararli emas. Uni tarkibida ko'p to'yingan yog' kislotalari mavjud. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sut va hayvonlardan olingan yog' tanamiz uchun muhim va foydalidir. Hayvon yog'i deganda dumba yoki mol yog'larini tushunamiz. Sutdan olingan yog' sariyog' shaklida kelsa, ko'plab tadqiqotlar uning sog'liq uchun foydali ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa qovurish uchun. Paxta yog'i-chi? Siz undan foydalanasizmi yoki yo'qmi, bilmayman. Biz undan foydalanamiz. Bu kungaboqar yog'iga o'xshaydi, lekin bular ko'p to'yinmagan yog' kislotalari. Men uni ishlatishni maslahat bermayman. Vaqti bilan iste'mol qilishga yaxshi. Lekin sovuq siqib olingan zaytun moyi ancha yaxshi. Xantal yog'i yaxshi, sariyog' juda yaxshi. Shu yog'larni almashtirib turishingiz mumkin. Har ovqatda oyda ba'zan sariyog', ba'zan xantal, ba'zan zaytun moyidan foydalanishingiz mumkin. Yoki ta'miga qarab, ovqatlarga qarab almashtirib ishlatsangiz ham bo'ladi. Qattiq qovurilgan yoki yog'li ovqatlar chegaralanadimi? Vaqti bilan yesa bo'ladi, lekin bu doimiy ratsionimizga aylanib qolmasligi kerak. Muvozanatni saqlashimiz kerak. Bir kunda parhezni qanday bo'lishini misolini beradigan bo'lsam, u quyidagicha. Kuniga bir likopcha meva, rangi turli bo'lgan 5-6 xil meva. Yong'oqlar, grek yong'og'i, omega 3 yong'oq kislotalarida juda boy. Bir oz suvga evitilgan bodom, ular ham yaxshi. Keyin siz ko'p sabzavotlar iste'mol qilishingiz mumkin. Rangli sabzavotlarni salat sifatida iste'mol qiling. Ayniqsa karamdoshlar oilasiga kiradigan sabzavotlar, karam, gulkaram, brokkoli, piyoz, turp, sholg'om kabilarni ko'proq iste'mol qiling. Bular biroz hidli sabzavotlar. Ularda ko'p miqdorda oltin gugurt mavjud. Bu oltin gugurt jigarimiz uchun foydali hisoblanadi. Chunki u tanamizda ko'p antioksidantlarni hosil qiladi. Bular juda foydali. Ratsiondagi murakkab uglevodlarni kamaytiring. Oldin aytganimizdek, oqsilli ratsionni ko'paytiring. Baliq, parranda go'shti, tuxum yoki ehtimol zardob oqsillari. Ko'p suv iching. Orada ko'k choy yoki qora qahva ichsangiz ham bo'ladi. Biz bemorlarimizga 1 yil parhez aytamiz. Semizlik bilan kurashayotgan bemorlarimiz ham yo'q emas. Ha, bu bemorlar faqat parhez emas, balki turmush tarzini o'zgartirishlari kerak. Shunday qilib biz bugun ovqatlanishning umumiy tamoyillari haqida gaplashdik. Har bir inson ushbu tamoyillarni o'ziga singdirishga harakat qilish kerak. Jismoniy mashqlar bilan sog'lom vaznni saqlashga harakat qiling. Biz metabolik sindrom haqida gaplashdik. Semirishni o'zi bu metabolik sindromning katta qismidir. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanishga rioya qilish kerak. Sog'lom jismoniy mashqlar bilan shug'ullaning. Qanday jismoniy mashqlar? Yurishmi? Tez yurish haftada 5 kun davomida kuniga 30-40 daqiqa tez yuring. Kuniga 20-30 daqiqa trenajyorda yoki gantellar bilan mashq qilishingiz mumkin. Bu vazn tashlash uchun yetarli. Jigar va yuragingizni sog'lom qilish uchun ham. Bemorlar kofe yoki choy ichishlari mumkinmi? Keling avval kofe haqida gaplashamiz. Kofe tarkibida metabolik sindrom holatlarini kamaytirish xususiyatlari bor.
kuniga 2 yoki 3 stakan qora kofe metabolik sindromingiz uchun ham, jigaringiz uchun ham foydali bo'ladi. Shakarsiz, to'g'rimi? Albatta shakarsiz. Shakarsiz, iloji boricha sutsiz va yog'dan ham saqlaning. Ba'zi tadqiqotlarda qahva jigar va metabolik sindrom uchun super oziq-ovqat sifatida qayd etiladi. Ikkinchi o'rinda esa ko'k choy yoki qora choy. Qora choy ko'k choydan yaxshiroq. Shuning uchun siz choylarni standart sifatida qabul qilishingiz mumkin. An'anaviy damlangan choylarni kuniga 3-4 yoki 5 stakan ichishingiz mumkin. Bu umuman muammo emas. Bu metabolik sindrom va jigar uchun ham himoya vositasidir. Lekin siz choyga juda ko'p shakar yoki sut qo'shib ichishdan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Shuningdek, siz konsentrlangan ekstraktlardan ham saqlanishingiz kerak. Ular jigar uchun zararli, jigarga zarar yetkazishi va fermentlarni ham oshirishi mumkin. Bizda alkogolli jigar sirrozi bilan og'rigan ba'zi bemorlar bor. Lekin ba'zida yaxshi bo'lib qolgan bemorlar yana ichishni boshlashadi. Bu bemorlar qandaydir muvozanatni saqlashi kerakmi yoki alkogoldan umrbod voz kechishlari kerakmi? Jigar transplantatsiya qilingandan so'ng spirtli ichimliklar siz uchun mutlaqo mumkin emas. Chunki hatto oz miqdordagi alkogol ham jigaringizga jiddiy zarar yetkazishi mumkin va muvozanatni buzish orqali siz organni yo'qotishingiz mumkin. Jigar siz uchun juda qadrlidir. Shuning uchun jigar transplantatsiyasidan keyingi bemorlar uchun spirtli ichimliklar mutlaqo mumkin emas. Ramazon vaqtida ro'za tutish mumkinmi? Ramazon vaqti qishga to'g'ri kelyapti va dori vaqti 12-13 soat oralig'iga to'g'ri keladi. Dori masalasini hal qilib, ro'za tutish mumkinmi? Dori darmonga ta'siri bo'lsa, ro'za tutmang. Dorilarni muntazam ravishda qabul qilish kerak. Parhez va ovqatga kelsak, albatta ro'za tutishlari mumkin. Siz vazn yo'qotishingiz mumkin, lekin ba'zilarni ro'za tutishlarini ko'rdim. Kun bo'yi och yuradi va kechqurun ortiqcha ovqat va shirinliklar yeyishadi. Bu ro'za tutishning yomon usulidir. Ro'za tutganda to'g'ri ovqatlanishingiz kerak. Kechki taom oz miqdorda bo'lishi kerak. Murakkab uglevodlarni iste'mol qiling. Shakar yemang yoki shirasi bor ichimliklarni ichmang. Bu yomon. Agar kechga ko'p miqdorda tavsiya berilmagan narsalardan yeb ro'za tutsangiz, tutmaganingiz ma'qul. Ro'za o'zligingizni iroda qilish va Allohga yaqinlashish uchun tutilishi kerak. Parhez tarkibiy qismlarni turmush tarzingizga singdiring. Ro'za tutishingiz mumkin, albatta. Asosiysi dorilaringizni qoldirmang, o'z vaqtida iching. Bizda jigar sirrozi bemorlari ham bor. Ularga ro'za tutish mumkinmi? Men ularga ro'za tutishni maslahat bermayman. Donorlar haqida nima deyish mumkin? Ular ham tuta oladi. Donorlar donorlikdan oldinmi yoki keyinmi? Donorlikdan keyin ular ro'za tutishlari mumkin. Ularda hech qanday cheklovlar yo'q. Aslida ular ro'za tutish va turmush tarzini shunday saqlanishlari kerak. Doktor Vivek, sizga katta rahmat. Metabolik sindrom bilan kurashayotgan bemorlar uchun sizni birgina maslahatingiz qanday bo'lar edi? Vazningizni saqlang. Yaxshi jismoniy mashqlar qiling. Turmush tarzingizni o'zgartiring. Shu bilan umumiy hayotingiz sog'lom bo'ladi. Bu esa yuqorida biz gaplashgan parhez tamoyillariga amal qilishingizga bog'liq. Thank you very much, Dr. Vivek. Hozir Dr. Vivek aytib o'tgandek, parhez bo'yicha inglizlarda shunday bitta maqol bor. Siz nima yeysiz, siz o'shasiz degan. Ana shu uchun hammamiz o'zimizga yeyotgan narsalarimizni nazorat qilsak, hayotimizni yana ham chiroyliroq, sifatliroq va uzoqroqqa yetkazishimiz mumkin. Hammangizga rahmat. Xayr. 2021 yil 21 iyunda jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotini o'tkazgan va sog'lom hayotga qaytgan bemorimiz Laziz Xolovga bu suhbatni ovozlashtirishga amaliy yordam bergani uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz.